Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Har bir pensionerga 1500 bin so'm atrofidagi to'lov, bu pul kimlarga tegishli bo'lishi mumkin? Uni olish uchun nima qilish kerak? Qayerga murojaat qilinadi va eng muhimi, qanday xatolarga yo'l qo'ymaslik kerak? Bu mavzu hozir juda ko'p odamlarni o'ylantiryapti. Chunki gap oddiy xabar haqida emas, balki oilaning kundalik xarajatiga, dori darmoniga, kommunal to'loviga va ro'zg'origa ta'sir qiladigan mablag' haqida ketyapti. Men bugun sizga bu masalani oddiy tilda, ortiqcha chalkashtirmasdan, lekin barcha muhim tafsilotlari bilan tushuntiraman. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayrim pensionerlar aynan bitta kichik hujjat yoki bitta noto'g'ri ma'lumot sababli pulni vaqtida ololmay qolishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar har bir xonadonga kerak bo'ladi. Avvalo, vaziyatni to'g'ri tushunib olaylik. Odamlar orasida har bir pensionerga 1.500 bin so'm berilar ekan. Hamma avtomatik olar ekan. Ariza yozmasa pul berilmas ekan. Faqat ayrim toifadagilarga ekan degan turli gaplar yuribdi. Men ekspert sifatida doim bir narsani aytaman. Bunday xabarlarda eng xavfli narsa shoshma-shosharlik va mish-mishlarga ishonishdir. Chunki pensiya, nafaqa, moddiy yordam yoki bir martalik to'lov masalalarida har doim aniq tartib, ro'yxat, muddat va mas'ul tashkilot bo'ladi. Oldin qanday edi? Avvallari ko'p to'lovlar pensionerning asosiy pensiyasiga qo'shib berilar edi yoki alohida qaror asosida bayram oldidan, ijtimoiy himoya doirasida. Kam ta'minlangan yoki alohida toifadagi fuqarolarga ajratilar edi. Masalan, kimdir yoshga doir pensiya oladi, kimdir nogironlik pensiyasi oladi, kimdir boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini oladi. Bu toifalarning har birida to'lov manbasi va tekshiruv tartibi boshqacha bo'lishi mumkin. Endi nima o'zgardi? Hozir asosiy e'tibor shunga qaratilyapti. Pensionerning ma'lumoti elektron bazalarda to'g'ri bo'lishi, bank kartasi yoki to'lov usuli aniq ko'rsatilgan bo'lishi, yashash manzili, pasport ma'lumoti, telefon raqami va pensiya turiga oid ma'lumotlar mos kelishi kerak. Agar to'lov haqiqatan ham sizga tegishli bo'lsa, ko'pincha mablag' avtomatik tarzda tushiriladi. Lekin avtomatik tushadi degani hamma hech narsa tekshirmasin degani emas. Chunki bazadagi xato, muddati o'tgan karta, o'zgargan familiya, boshqa tumanga ko'chish, pensiya hujjatlaridagi nomuvofiqlik sababli pul kechikishi mumkin. Men bu masalada birinchi navbatda 3 ta savolga javob berishni tavsiya qilaman. Birinchi savol, men qaysi toifadagi pensionerman? Ikkinchi savol, mening pensiyam qayer orqali keladi? Bank kartasigami, pochta orqalimi, boshqa to'lov tizimigami? Uchinchi savol, mening hujjatlarim va elektron ma'lumotlarim hozirgi holatimga mosmi? Keling, oddiy misol bilan tushuntiraman. Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli otaxon yoshga doir pensiya oladi. Uning pensiyasi har oy bank kartasiga tushadi. Pasporti yangi ID karta bilan almashtirilgan, lekin bankdagi eski ma'lumot hali yangilanmagan. Agar qo'shimcha to'lov pensiya bazasidagi ma'lumotga asosan ajratilsa, otaxon ro'yxatda bo'lishi mumkin. Ammo bank ma'lumoti yangilanmagani uchun pul tushish kechikishi ehtimoli bor. Bunday holatda odam menga berishmadi deb vayma qilmasdan, avval bankka va pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, ma'lumotlar mosligini tekshirtirish kerak. Yana bir misol. Andijonda yashovchi 72 yoshli onaxon pensiyasini pochta orqali naqd oladi. U bank kartasi ochmagan. Agar to'lov naqd tarqatiladigan bo'lsa, unga pochta xodimi belgilangan jadval asosida yetkazishi mumkin. Lekin agar to'lov faqat bank kartasiga tushiriladigan tartibda bo'lsa, onaxonga karta ochish kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman. Pul berilarkan degan gapni eshitgan zahoti plastik karta ochishga yugurish ham shart emas. Lekin o'zingizning to'lov usulingiz qandayligini aniqlab olish juda muhim. Uchinchi misol. Samarqandda yashovchi pensioner yaqinda boshqa tumandan ko'chib kelgan. Uning propiskasi yangilangan, lekin pensiya ishi hali eski tuman bo'limida ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda qo'shimcha to'lov bo'yicha ro'yxat tuzilganda u eski manzil bo'yicha chiqishi yoki ma'lumot vaqtincha tekshiruvda turishi mumkin. Natijada to'lov boshqalarga tushganda unga hali tushmasligi mumkin. Bu adolatsizlik emas, ko'pincha texnik va hujjat masalasidir. Lekin pensioner o'zi borib aniqlatmasa, kechikish uzoq davom etishi mumkin. Agar siz har oy pensiyangizni muammosiz olib kelayotgan bo'lsangiz, kartangiz ishlayotgan bo'lsa, pasport ma'lumotingiz yangilangan bo'lsa,
yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, siz birinchi navbatda xotirjam bo'lishingiz mumkin. Bunday holatda siz faqat rasmiy xabarni kutasiz. Bank hisobingizni tekshirasiz. SMS xabarnomani kuzatasiz yoki pensiya tushadigan kartangiz balansini ko'rasiz. Lekin ayrim toifadagi pensionerlar albatta tekshirish kerak. Masalan, yaqinda pasportini almashtirganlar, familiyasi o'zgarganlar, boshqa viloyat yoki tumanga ko'chganlar, pensiyasini boshqa bankka o'tkazganlar, kartasi bloklanganlar, kartasining muddati tugaganlar, nogironlik guruhi bo'yicha qayta ko'rikdan o'tganlar, uzoq vaqt chet elda bo'lganlar, pensiyasi vaqtincha to'xtatilgan yoki qayta tiklanganlar. Mana shunday holatlar qo'shimcha to'lovda muammo keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, bir pensionerning kartasi bor, lekin u kartadan 2 yildan beri foydalanmagan. Pensiya aslida pochta orqali kelgan. U qo'shimcha to'lov kartaga tushadi deb o'ylaydi, lekin karta faol emas. Boshqa pensioner esa pensiyasini o'g'lining kartasi orqali boshqaradi, o'zi bankka bormaydi. Bu ham xavfli holat. Chunki pul kimning nomidagi hisobga tushishi, kim imzo chekishi, kim olish huquqiga ega ekani aniq bo'lishi kerak. Pensiya va ijtimoiy to'lovlar shaxsga bog'langan mablag'dir. Uni boshqa odamning nomiga o'tkazish yoki boshqa odam orqali boshqarish har doim ehtiyotkorlikni talab qiladi. Ba'zi odamlar 1.500.000 so'm juda katta pul emas deyishi mumkin. Lekin men pensionerlarning real hayotini yaxshi bilaman. Bir oylik dori-darmonning o'zi ba'zi oylarda 30.000 so'mdan 800.000 so'mgacha ketadi. Qish faslida gaz, elektr, ko'mir yoki boshqa isitish xarajatlari ortadi. Uyda nabira bo'lsa, maktab xarajatlari bor. Pensioner yolg'iz yashasa, oziq-ovqatni ham o'zi oladi, dorixonaga ham o'zi boradi. Kommunal to'lovni ham o'zi qiladi. Shuning uchun bunday mablag' vaqtida tushsa, u oilaga nafas bo'ladi. Masalan, pensioner 1.500.000 so'm olsa, undan 400.000 so'mini dori-darmonga, 30.000 so'mini kommunal to'lovga, 500.000 so'mini oziq-ovqatga, qolganini esa qarz yoki zarur kiyim-kechakka ishlatishi mumkin. Lekin pul kechiksa yoki noto'g'ri odamga berilsa, pensioner yana qarzga kiradi. Davolanishni kechiktiradi yoki o'z ehtiyojidan voz kechadi. Mana shuning uchun men bu mavzu oddiy xabar emas, ijtimoiy ahamiyatga ega masala deb hisoblayman. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlar. Birinchidan, har bir pensionerdan iborat amalda har doim huquqiy ta'rif bilan aniqlanadi. Ya'ni yoshga doir pensiya oluvchi, nogironlik pensiyasi oluvchi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi, ijtimoiy nafaqa oluvchi degan toifalar alohida ko'rilishi mumkin. Shuning uchun siz o'zingizni aynan qaysi toifaga kirishingizni bilishingiz kerak. Ikkinchidan, ba'zan qo'shimcha to'lov asosiy pensiyaga qo'shib yuboriladi, ba'zan alohida ko'rinadi. Agar siz kartangizga odatdagidan ko'proq pul tushganini ko'rsangiz, darhol xulosa qilmasdan bank ilovasida yoki SMS xabarda to'lov izohini tekshiring. Ayrim hollarda 2 oylik qarzdorlik, qayta hisob-kitob, indeksatsiya yoki boshqa kompensatsiya ham qo'shilib tushishi mumkin. Shunda odam mana 1.500.000 tushdi deb o'ylaydi. Aslida bu boshqa hisob-kitob bo'lishi mumkin. Uchinchidan, bank kartasiga kelgan pulni begona odamga aytib, karta raqami amal qilish muddati. SMS kod yoki PIN kodni berish mutlaqo mumkin emas. Hozir firibgarlar aynan shunday xabarlardan foydalanadi. Ular telefon qilib, sizga 1.500.000 so'm ajratildi. Hozir kodni ayting, rasmiylashtirib beramiz, deyishi mumkin. Men qat'iy aytaman, davlat idorasi, bank xodimi yoki pensiya jamg'armasi xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi, hech qachon aytmang. Agar kimdir kod so'rasa, bu firibgarlik bo'lishi ehtimoli juda yuqori. 4-dan. Yozib beramiz, pulni tezlashtirib beramiz degan vositachilardan ehtiyot bo'ling. Pensionerlarning ishonuvchanligidan foydalanadigan odamlar ko'p. Ular 1.000 so'm, 1.000 so'm yoki undan ko'proq pul so'rab, hujjatlaringizni navbatsiz o'tkazamiz deyishi mumkin. Aslida siz ko'p hollarda o'zingiz mahalladagi mas'ul xodimga, pensiya jamg'armasining tuman bo'limiga, bank filialiga yoki rasmiy davlat xizmatlari orqali murojaat qilishingiz mumkin. Qonuniy to'lovni olish uchun pora yoki vositachi kerak emas. 5-dan, agar pensioner vafot etgan bo'lsa, to'lov masalasi alohida tartibda ko'riladi. Ba'zi oilalar otamning pensiyasi kelardi, demak qo'shimcha pulni ham olamiz deb o'ylaydi. Bu masalada meros, dafn nafaqasi, pensiya qoldig'i va to'lov sanasi juda muhim. Agar to'lov vafot sanasidan oldin hisoblangan bo'lsa,
bir tartib bo'lishi mumkin. Keyin hisoblangan bo'lsa boshqa tartib bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda taxmin qilish emas. Pensiya jamg'armasi bo'limidan yozma yoki rasmiy tushuntirish olish kerak. 6-dan chet elda bo'lgan pensionerlar masalasi ham nozik. Agar pensioner uzoq vaqt O'zbekistondan tashqarida bo'lgan bo'lsa, pensiya to'lovida tasdiqlash, yashash holati yoki boshqa hujjatlar talab qilingan bo'lishi mumkin. Bunday odamlar boshqalarga tushdi, menga tushmadi deb xafa bo'lmasdan o'z pensiya ishining faol holatda ekanini aniqlash kerak. Endi eng kerakli qism nima qilish kerak? Men sizga bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam rasmiy manbani tekshiring. Mahalladagi ijtimoiy xodimdan, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limidan, bank filialidan yoki davlat xizmatlari markazidan ma'lumot oling. Faqat Telegramdagi noma'lum kanallar, ko'chadagi gaplar yoki qarindoshlarning taxminiga ishonib harakat qilmang. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tayyorlab qo'ying. Sizga odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya ma'lumotlari, bank kartasi rekvizitlari, telefon raqami, yashash manzili bo'yicha ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Agar vakil orqali murojaat qilinsa, ishonchnoma talab qilinishi mumkin. Agar pensiyani o'zi bora olmasa, qarindoshi yordam berishi mumkin, lekin hujjat qonuniy bo'lishi shart. 3-qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning muddati tugamaganmi, bog'lanmaganmi, SMS xabarnoma ishlayaptimi? Bank ilovasiga kira olasizmi? Hisob raqam faolmi? Shularni aniqlang. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, bankka borib yangisini oling. Agar telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, bankdagi raqamni ham yangilang. Chunki ko'p muammolar aynan oddiy texnik sababdan kelib chiqadi. 4-qadam, pensiya bo'limidagi ma'lumotlarni moslashtiring. Agar pasportni almashtirgan bo'lsangiz, familiya yoki ismda o'zgarish bo'lgan bo'lsa, manzilingiz o'zgargan bo'lsa, buni albatta bildiring. Men ko'p holatlarda ko'rganman, odam hujjatini yangilaydi, lekin pensiya tizimida eski ma'lumot qoladi. Keyin to'lov kelganda bazalar bir-biriga mos kelmaydi va pul ushlanib qoladi. 5-qadam. Agar pul tushmasa, darhol janjal qilishdan oldin sababini yozma tarzda so'rang. Menga nima uchun tushmadi? Men ro'yxatdamanmi? Hujjatimda kamchilik bormi? To'lov qaysi sanada amalga oshiriladi degan savollarni aniq bering. Agar og'zaki javobdan qoniqmasangiz, yozma murojaat qiling. Yozma murojaatning foydasi shundaki, mas'ul idora sizga aniq javob berishga majbur bo'ladi. 6-qadam, qo'shnilaringiz yoki qarindoshlaringiz bilan solishtirganda ehtiyot bo'ling. Masalan, qo'shningizga pul tushdi, sizga tushmadi. Bu sizni ro'yxatdan chiqarib yuborishdi degani emas. Qo'shningiz boshqa bankda bo'lishi mumkin, uning pensiya turi boshqacha bo'lishi mumkin, to'lovlar bosqichma-bosqich amalga oshirilayotgan bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l o'z ma'lumotingizni tekshirtirish. 7-qadam, oilangizdagi keksalarga yordam bering. Ko'p pensionerlar bank ilovasidan foydalana olmaydi. SMSni o'qishda qiynaladi, firibgar qo'ng'iroqlarni ajrata olmaydi. Agar ota-onangiz, bobo-buvingiz pensioner bo'lsa, ularga tushuntiring. Hech kimga SMS kod aytilmaydi, karta rasmi yuborilmaydi, noma'lum havolaga bosilmaydi. Pulni tezlashtirib beramiz deganlarga ishonilmaydi. Agar siz aniq harakat qilishni istasangiz, quyidagicha yo'l tuting. Avval mahalla fuqarolar yig'indagi mas'ul xodimdan so'rang. Pensionerlarga ajratilayotgan 1,5 million so'mlik to'lov bo'yicha mening ismim ro'yxatda bormi? Men qaysi tartibda olaman? Keyin pensiya jamg'armasining tuman bo'limiga murojaat qilib, mening pensiya ishim faolmi? Ma'lumotlarim to'g'rimi? Bank rekvizitim yangimi deb so'rang. Agar bank orqali olsangiz, bankdan pensiya tushadigan kartam faolmi? Qo'shimcha to'lovni qabul qilishda muammo yo'qmi? deb aniqlang. Murojaatda his-tuyg'u bilan emas, aniq savol bilan gapiring. Masalan, menga pul bermayapsizlar deyish o'rniga, men yoshga doir pensiya oluvchiman, pasportim yangilangan, bank kartam faol. Qo'shimcha to'lov bo'yicha ro'yxatda bor yo'qligimni va to'lov sanasini bilmoqchiman desangiz, sizga aniqroq javob berishadi. Agar siz yozma murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, murojaatda familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, pasport yoki ID karta ma'lumoti, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi va savolingizni yozing. Men yoshga doir pensiya olaman. Ommaviy axborot vositalarida pensionerlarga qo'shimcha to'lov ajratilishi haqida ma'lumot berildi. Mening ushbu to'lovni olish huquqim bor yo'qligi, ma'lumotlarim to'g'riligi va to'lov tartibi haqida rasmiy ma'lumot berishingizni so'raymiz. Mana shunday sotda
lekin aniq murojaat foydali bo'ladi. Men pensionerlar va ularning farzandlari qiladigan eng ko'p xatolarni ham aytib o'taman. Birinchi xato rasmiy tasdiqsiz qarz olish. Odam ertaga 1500 ming tushadi deb qarz qiladi. Keyin pul kechikadi yoki unga tegishli bo'lmay chiqadi. Natijada muammo ortadi. To'lov hisobingizga tushmaguncha uni sarflab qo'ygandek reja qilmang. Ikkinchi xato hujjatlarni oxirgi kunga qoldirish. Agar karta muddati tugagan bo'lsa yoki pasport ma'lumoti yangilanmagan bo'lsa, buni oldindan hal qiling. Uchinchi xato firibgarlarga ishonish. To'rtinchi xato hamma oladi, demak men ham olaman deb tekshirmaslik. Beshinchi xato menga tushmadi, demak umuman berilmaydi deb tushkunlikka tushish. Har bir holatda sabab bor, sababni aniqlash kerak. Yana bir muhim jihat, agar pul tushsa, uni darhol keraksiz narsaga sarflamang. Men moliyaviy maslahatchi sifatida pensionerlarga har doim aytaman. Birinchi navbatda dori-darmon, sog'liq, kommunal qarzdorlik, oziq-ovqat, keyin boshqa xarajatlar. Agar qarzingiz bo'lsa, eng og'ir va foizi bor qarzdan boshlang. Agar uyda muhim ehtiyoj bo'lmasa, mablag'ning bir qismini zaxira sifatida qoldiring. Chunki pensioner uchun kutilmagan tibbiy xarajat har doim chiqishi mumkin. Azizlar, bugungi masalada eng asosiy gap shuki, 1500 ming so'm haqidagi xabarni befarq qoldirmang, lekin vahimaga ham tushmang. O'zingizning pensiya to'yfangizni, hujjatlaringizni, bank kartangizni va rasmiy ro'yxatdagi holatingizni tekshiring. Agar hammasi joyida bo'lsa, to'lov tartibini kuting. Agar muammo bo'lsa, mahalla pensiya jamg'armasi bo'limi, bank yoki davlat xizmatlari orqali rasmiy murojaat qiling. Men sizga yana bir bor eslataman. Hech kimga SMS kod bermang. Kartangiz ma'lumotini yubormang. Pulni tezlashtirib beramiz deganlarga ishonmang. Eng to'g'ri yo'l rasmiy manba, aniq hujjat va xotirjam harakat. Agar sizga bu tushuntirish foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlarga bu to'lov bo'yicha qanday ma'lumot berilyapti? Kimga tushdi? Kim hali kutyapti? Qanday savollar bor? Men izohlarni o'qib, keyingi videolarda eng muhim savollarga alohida javob beraman.